Diqqat! May oyi pensiyasini kutayotgan pensionerlar uchun hozirgina muhim xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasida pensionerlarga pensiya qancha chiqishini bilmoqchimisiz? Quyidagi formula orqali har kim o'z pensiyasini taxminiy hisoblab ko'rishi mumkin. Ko'pchilik pensiya qanday hisoblanishini yaxshi tushunmaydi. Aslida esa bir nechta oddiy qadam orqali har bir fuqaro taxminiy pensiya miqdorini o'zi ham hisoblab ko'rishi mumkin. Pensiya hisoblashda eng avvalo fuqaroning o'rtacha ish haqqi aniqlanadi. Buning uchun fuqaroning oxirgi 10 yillik mehnat faoliyati davridan istalgan ketma-ket 5 yil, ya'ni 60 oy olinadi. Muhimi bu 5 yilni fuqaroning o'zi tanlaydi. Odatda odamlar eng yuqori maosh olgan davrini tanlaydi. Biroq 10 yil avvalgi ish haqqi hozirgi pul qiymatiga mos kelmaydi. Shu sababli ular hozirgi qiymatga keltirib qayta hisoblanadi. Bu jarayon diskontlash deb ataladi. Diskontlash uchun pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori asos qilib olinadi. Bunda hozirgi pensiya hisoblash bazaviy miqdori o'sha vaqtdagi pensiya hisoblash bazaviy miqdoriga bo'linadi va koeffitsient aniqlanadi. Keyin o'sha davrda olingan ish haqqi shu koeffitsiyentga ko'paytiriladi. Masalan, fuqaro 2019-yil sentyabr oyida 2.500.000 so'm maosh olgan bo'lsin, o'sha vaqtda pensiya hisoblash bazaviy miqdori 2.223.000 so'm, 2024-yil sentyabrda esa 428.000 so'm bo'lgan. Shu holda koeffitsient 428.000 so'm, 223.000 so'm, 1.92 ni tashkil qiladi. Xuddi shu tartibda tanlangan 5 yil davomidagi barcha 60 oylik ish haqqi qayta hisoblanadi. Keyin barcha oyliklar qo'shilib 60 ga bo'linadi va natijada fuqaroning o'rtacha oylik ish haqqi aniqlanadi. Shundan keyin yoshga doir pensiya miqdori hisoblanadi. Qonunga ko'ra pensiya o'rtacha ish haqqining 55% miqdorida belgilanadi. Lekin bu faqat to'liq ish staji bo'lgan taqdirda amal qiladi. To'liq staj erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun 20 yil hisoblanadi. Agar fuqaro belgilangan stajdan kam ishlagan bo'lsa, pensiya ham protsessional ravishda kamroq hisoblanadi. Masalan, fuqaroning ish staji 22 yil, o'rtacha ish haqqi esa 4.600.000 so'm bo'lsin. Avvalo 4.600.000 so'mni 55% 2.530.000 so'm bo'ladi. Keyin bu summa 22-25 koeffitsiyentga ko'paytiriladi. Natijada fuqaro 2.226.400 so'm pensiya oladi. Agar fuqaro belgilangan stajdan ko'proq ishlagan bo'lsa, har bir qo'shimcha yil uchun pensiya 1% dan qo'shib boriladi. Masalan, fuqaro 35 yil ishlagan bo'lsa, bu 10 yil ortiqcha staj degani. Shunda 55% ga yana 10% qo'shiladi va jami 65% bo'ladi. Agar o'rtacha ish haqqi 4.600.000 so'm bo'lsa, pensiya 4.600.000, 65% 2.990.000 so'mni tashkil qiladi. Yana bir muhim jihat bor. Qonunga ko'ra pensiya hisoblashda o'rtacha ish haqqi cheklangan. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining 31-moddasiga asosan pensiya hisoblashda o'rtacha ish haqqi pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 12 baravaridan oshmasligi kerak. Hozirgi hisobda pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 428.000 so'm bo'lgani uchun pensiya hisoblashda inobatga olinadigan maksimal ish haqqi 5.136.000 so'mni tashkil qiladi. Shuning uchun fuqaro 8 million yoki 10 million so'm maosh olgan bo'lsa ham pensiya hisoblashda 5.136.000 so'mdan yuqori qismi hisobga olinmaydi. Shu tartibda fuqaro o'zining staji va o'rtacha ish haqqini bilib taxminiy pensiya miqdorini mustaqil hisoblab ko'rishi mumkin bo'ladi, deyiladi xabarda.